Hammaga salom. Bugun sizlar bilan XM Forex brokerida islomiy hisobga o'tish va boshqa hisob turlari to'g'risida ma'lumot beriladi. Qaysi hisob turlarida bonus beriladi, qaysi hisob turlarida ishlangan ma'qul va islomiy hisob bilan boshqa hisob turlarining farqi nimada, shuni ko'rib chiqamiz. Undan tashqari video oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, qo'shimcha bonus to'g'risida ham ma'lumot berib o'taman. Boshladik. Barcha ma'lumotlar XM Broker'ning ofitsial veb sahifasidan olingan. Video opisiyaniyasida, kommentariyasida ссылка qoldiraman. Primoy o'tib o'zlaringiz ko'rishlaring mumkin. Ma'lumotlar olish uchun yoki bo'lmasa onlayn chat orqali o'zlaringiz qiziqtirgan savollarga javob topish uchun ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi. O'tib so'rashlaring mumkin. Endi islomiy hisobga o'tkazish va yangi hisob ochishga keladigan bo'lsak, sizni programmadan lичный kabinetga o'tsangiz, shaxsiy kabinetga to'liq boshqarish imkoniyatiga ega bo'lmaysiz. Bundan ko'ra veb sahifa orqali shaxsiy kabinetingizga kirsangiz, to'liq hamma yo'lni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ofitsial saytdan kirish tugmasini bosib, XM programmasiga kirganda elektron pochtangiz va o'zingiz qo'ygan parol orqali shaxsiy kabinetingizga kirishingiz mumkin. Agar siz XMda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, yangi hisob ochishga bosasiz. Bu yerda sizdan so'raladigan narsa qayerdansiz? Elektron pochta, yangi parol qo'yasiz. Ko'rsatib berilgan 10 tadan 15 tagacha bitta hech bo'lmasa raqam bo'lishi kerak, bitta lotin katta harfi, bitta kichkina harf va qo'shimcha belgilardan bittasi bo'lishi kerak hamda promokod. Ro'yxatdan o'tishga bosasiz. Mana shaxsiy kabinetga kirdik. Xohlasalang tilini boshqa tilga o'girib olsalar ham bo'ladi. Menda shunday qolgan qulayroq. Chap tomondagi blokda еще, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar bo'limiga kirib, eng pastda islomiy hisob bo'limi bor. Shu joyda ma'lumotlar berilgan, galочка qo'yib, отправить bossalaring 24 soat ichida hisoblaringni islomiy hisobga o'tkazadi. Endi bu sizga nima beradi? Mana glavniyda turibmiz. Hisob turlarining yonida Открыть дополнительный счет, qo'shimcha hisob ochish bo'limiga bosamiz. Bu yerda XM Broker'da qanday hisob turlari borligi bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Batafsil ko'rgani yana veb sahifaga qaytamiz. Savdo blogida savdo hisob turlari bo'limiga kiryapmiz. Bu yerda ko'rsatib berilgan standart, ultra low hamda shares aksiyalar bo'yicha 3 ta hisob turlari mavjud. Batafsil yana bo'y bosilyapti mana. Bu yerda ko'rsatib berilgan qanday imkoniyatlar beradi bu hisob turlari. Bu hisob turlari kimlarga ma'qul keladi? Yangi tradingni boshlayotganlar uchun standart hisobda ishlagan qulayroq. Sabab birinchi depozit uchun 100% bonus beriladi $500 Depozitingizni yo'qotgan taqdiringizda ham bonusga savdo qilib, qandaydir foyda qilib chiqarib olish imkoniyati bor, qo'shimcha straxovka sizda. Agar depozit ozroq bo'lsa, mikro varianti bor. Uni alohida hisob ochishda ko'rib chiqamiz hozir. Kredit yelkasini o'zgartirsalar ham bo'laveradi 1000 barobargacha. Swapsiz mana shu joyda islomiy hisob uslugasi xizmati to'g'risida gapirib o'tay. Standart hisobda ishlayotganlar uchun islomiy hisob uslugasidan foydalansalaring, sizdan bir kundan ikkinchi kunga o'tadigan komissiya swap olinmaydi. Ya'ni uzoq muddatda savdo qiladiganlar uchun islomiy hisob uslugasidan foydalansalaring, sizlardan qo'shimcha komissiya olinmaydi. Shu bilan farq qiladi xolos islomiy hisob uslugasi standart hisobdan. Endi ultra low hisobi kim uchun qulay? Savdoni boshlab, tajriba orttirganingizdan keyin foydaga chiqib, har pul yechganingizda sizdan o'shancha miqdorda bonusingiz ham kuyib boradi. Undan ko'ra ultra low hisobga o'tganingiz qulayroq. Sizga bonus berilmaydi, lekin siz to'laydigan komissiyangiz har bitta сделка uchun ancha ozroq, kamroq komissiya to'laysiz. Low hisob turida hamda low hisob turi avtomatik swaplarsiz. Bu yerda siz hisobingiz islomiy basma uslugasidan foydalanasizmi? Avtomatik swapsiz hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, ultra low hisobda siz ancha kamroq komissiya to'laysiz standart hisob turiga qaraganda. Lekin bu hisob turida birinchi depozit uchun ham va boshqa qo'shimcha bonuslar ham berilmaydi. Savdo komissiyasi ozligi sababli. Endi aksiyalarda savdo qilish uchun hisobga keladigan bo'lsa, minimalniy depozit $10,000, bonuslar berilmaydi, mikro hisob yo'q, kredit yelkasi 1 ga 1.
agar aksiyalarda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, XMda bas, boshqa undan ham ko'ra qulayroq boshqa brokerlar mavjud. Endi hisob turi ochishga keladigan bo'lsak, yangi hisob turi ochishga bo'lsamiz, mana hamma hisob turlari ko'rsatib berilgan. Endi siz bu hisob turida bonus olmoqchi bo'lsangiz, standart hamda mikro hisob turlarini ochasiz. Shu ikki hisob turida bonus beriladi xolos. Endi qaysi birida savdo qilishga keladigan bo'lsa, depozitingiz ozroq bo'lsa, misol uchun 100-500 dollardan ozroq bo'ladigan bo'lsa, mikro hisob turini ochganingiz ma'qulroq. Sizda 100 barobar ozroq miqdorda, kichkinaroq hajmda сделка ochish imkoniyatingiz bor. Standart hisobida nisbatan. Endi depozitingiz ko'proq bo'lsa, standart hisob turida bonus olib ishlaganingiz qulayroq. Tajribaliroq bo'lsangiz, doimiy ishlayotgan bo'lsangiz, XM brokerida bonus olmasdan ozroq spread komissiya to'layman desiz, unda ultra low standard ozroq depozit bilan bonussiz ozroq komissiya to'layman desiz, ultra low mikro hisob turini ochganingiz ma'qulroq. O'zlaringizga qulay kredit yelkasini tanlaysizlar. Valyuta hozirda bir nechta valyutalarda hisob ochish imkoniyati bor. O'zlaringizga qulay tanlaysizlar. USD dollar hamda promo kod. O'zi to'g'ri terilgandan keyin yashil yonadi. Ko'rsatilgan shartlarga rozilik to'g'risida galочка, yangi hisob ochish va hisob turiga parol qo'yiladi. Yangi ochilayotgan hisob turiga o'zingiz parol qo'yasiz. Parol 10 dan 15 tacha simvoldan iborat bo'lishi kerak. Eng kamida bitta son bo'lishi kerak. Eng kamida bitta kichik lotin harfi bo'lishi kerak. Eng kamida bitta katta lotin harfi bo'lishi kerak. Va maxsus belgilardan biri ishlatilgan bo'lishi kerak bu parolda. Hamda tayyor knopkasini bosilgandan keyin hisob turi tayyor, mana MetaTrader 5 ga ulab foydalanish mumkin. Endi hisob turlarini boshqarishga kelsak, hisob turini pastida, o'ng tomon pastida 3 ta nuqta turibdi. Hisob turi to'g'risida ma'lumot, balansni yangilash, hisob turlari orasida pullarni o'tkazish, kredit yelkasi 1000 barobar qo'yildi-yu. Boshqa o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zgartirishingiz mumkin. Kredit yelkasini o'zgartirish. Agar hisob turini parolini unutgan bo'lsangiz, profilda bas, hisobda o'zini parolini unutgan bo'lsangiz, boshqa bo'lsa, chetdan o'zgartirishingiz mumkin. Agar sizda investor bo'ladigan bo'lsa, boshqa odamga hisobni ko'rish uchun, ya'ni o'zgartirish kiritilmaydi, faqat ko'rishi uchun alohida parol berishingiz mumkin, kirib faqat ko'ra oladigan. Undan tashqari hisobni to'ldirganlaringiz istoriyasi, pul yechilgan istoriya, polniy hisob istoriyasi hamda ochiq pozitsiyalar bo'yicha ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin. Agar siz savdo hisobingizni o'chirmoqchi, yopmoqchi bo'lsangiz, oxirida ko'rsatib berilgan zakrit shot hisobni yopish tugmasi bilan o'chirishingiz mumkin. Zakrit shot. Hamda sizdan yana parol so'raladi. Hisobni yopish uchun hisobni parolini kiritasiz va hisobni yopish. Mana ko'rib turganingizdek, birinchida bo'lgan asosiy hisob turimizni o'chirdik. Shunday qilib hisoblarni o'chirsalar ham bo'ladi. Endi qo'shimcha bonusga keladigan bo'lsak, bu islomiy hisob turiga o'tganlar uchun qo'shimcha bonus. Arizingiz 24 soat ichida ko'rib chiqiladi va barcha hisob turlaringiz islomiy hisobga o'zgartiriladi. Mana bir necha soatlardan keyin hisob turim oldida islomiy yozuv paydo bo'ldi. Shu hisob turlarida endi uzoq muddatli savdo сделкаларым uchun swap komissiyasi to'lanmaydi. Shu bilan birga islomiy hisob turiga ega bo'lgan mijozlar o'rtasida qo'shimcha pul mukofoti tarqatilyapti. 4-martdan 31-martgacha har bir lot savdo qilganlarga bittadan bilet $15,000 pulda qatnashganlarga tarqatilar ekan. Garantirованный priz. Barcha ma'lumotlar Ustrading saytida ko'rsatib beraman. Ссылкасini ham qoldiraman. O'zbekistonda eksklyuziv aksiya. O'zdan ko'rishlaring mumkin. Undan tashqari keyingi videoda XM brokerida do'stingiz taklif qilganingiz uchun brokerga sizga $150 gacha pul mukofoti bor. Shu to'g'risida ma'lumot beraman. Undan tashqari agar sizda shu yoki boshqa brokerlarda texnik muammongiz bo'lsa,
registratsiya, verifikatsiya, pulingizni yechish, tashlash yoki savdoyingiz bo'yicha texnik muammoyingiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam beriladi. Ustrading sayti orqali onlayn chatga kiring, yozing muammoyingizni, xizmatlar bepul, yordam beriladi. Savdolaringga omad, e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.